Assalomu alaykum shirin baliq ko'llar a'zolari. Bugun 27-noyabr ish kunimizni boshladik. Uch akalarimiz kelgan. Kechaga kelgan baliqdosh hammasini tashlab beramiz. Boringlar. Birinchisi qanaqa ekan-a? nima bo'lyapti sog'di. Lekin tirkillab qo'ygan ekan. Ertalab kechqurun sovuq qattiq bo'lyapti. Fazla bosib turasiz. Ketdi. Oh, ketdi ana mana. Bizda dada. Mana kelar. To'kib yubordik borini. Assalomu alaykum shirin baliq ko'llar a'zolari. Bugun 27-noyabr bay ochildi. Odiljon, G'ulomjondan ochildi, yana G'ulomjondan. Odiljonga bag'ishlaysizmi? Bay ochildi mana. Odiljon qarang mana. Odiljon. Bo'lganingizda shashlikka yurardik-a? Hozir aytda ko'radi. Sal. Baliqni chiqaring birinchi. Video so'mga qo'yib oling. Qulluq bo'lsin. Deb ko'taring, qonini ko'rsatasiz. Qulluq bo'lsin mana. Siz o'zi YouTube'da ham siz yuribsiz o'zi, mana shu baliqni ushlab yurib. Kelaverasizlar. Bay ochildi. Mana 27-noyabr qalampir uzdan boshlandi. Qalampir uzam bayda ochdi, ikkinchi natija. Hatamtoy aka. Bormi? Gruppaga ham yozmayapti-yu. O'zi kichkina joyi kelguncha. Keling chiqaringlar tepaga.
Çok qiynaldinglar. Baliqni chiroyliligini qarang. Chiroyli odamlarga. Hatam ko'rgan bilan gaplashyapsizmi? Jim u. Yo'q. Jim bo'lib ketdi-yu. Xafa bo'lganmi? Akam baliqni krevetkaga ushladingizmi? Ha? Krevetkan dumiga chiqibdi. Apara shu? Aparashi ham shamxona rasmga chiroyli tushdi. Sherzod bergan emas, salomni. Qulluq bo'lsa. Chiroyligidan mana. Hammaga bo'lsin. Assalomu alaykum. Shirin baliq ko'rlasizlar, 27-noyabr. Natija bo'lgan ekan. Uchinchi natijani mana qolib ketibdi. Ha, bir ne o'sha setkadan ne ko'rsatib ushatib qo'ydi, ya shunday qilib, ha. Ular qo'yib qo'ygan yaxshi bo'ldi. Qorong'u emas-da. Yaltirab. Qulluq bo'lsin. Kattaligini ko'rsatyapsiz? Odiljon Qop kelganida ko'rardik. Ana Odiljonga bag'ishlayapti yana. Ko'rmay qolibmiz, yo'qligimizni ushyapti. Hech kim yo'qligida, deymi? Bugun bojasi yo'qligi ish yurishmayapti bugun. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Ko'p savollar bo'lyapti kommentariyalarda. Lokatsiya tashab qo'yinglar deyilyapti. Hozir shu turgan mana shu hozir yozayotgan, gapirayotgan joyning chap tomoniga Telegram gruppamizni joylaymiz. Kuchukcha ovchilarimiz degan ссылкani terib yozsanglar, Telegram gruppamizga qo'shilasizlar. Zaifga keladi, biz qo'shib qo'yamiz. Shu gruppamiz ichida hamma savollaringizga javoblar bor. Bemalol ovchilar bor, vodiy bo'yicha salkam 2000 ta obunachimiz bor. Qanaqa xo'rak nima bo'lyapti, hamma muhokamalarda ishtirok etsanglar bo'ladi. Yana bir marta aytaman, mana shu chap tomonda hozir joylaymiz. Kuchukcha ovchilarimiz degan ссылкani terilsa, bizga zaifga keladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi quyidagi baliq mahsulotlarini tadbirkorlarga taklif qiladi. Sazan, tostrolok, ilonboshi, amur va boshqa baliqlar, tozalangan, muzlatilgan va dudlangan holatdagi baliq mahsulotlari. Narxlar hamyonbop.